Hozir men sizlarga IQB kompaniyasini Zikring Jute Light modelini to yoqilishidan boshlab ishlatilishigacha obzorini qilib beraman. Zikring Jute Light tasbehini hozirgi kunda 4 xil rangi mavjud. Ko'rishingiz mumkin: bardoviy, gold, balti rang, ya'ni to'q yashil va albatta qora rangi mavjud. Xo'p, biz bardovisini ochib obzor qilib beramiz. Demak, ampayki. Ko'rishingiz mumkin, bu kartochka chiqadi. Ya'ni siz agar programmaga ulangan bo'lsangiz, sizga mini ball beriladi. Keyin bu ballarni bemalol siz tasbehga almashtirishingiz mumkin. Xo'p, quti ichidan ko'rishingiz mumkin, tasbeh o'zi chiqadi. Juda ham chiroyli dizayn chiqadi va bundan tashqari ichidan razmer o'zgartiradigan moslama, razmerlar plastik ko'rinishda bo'ladi va juda ham rangi sochli bo'ladi. Va zaryadlash uchun qurilma. Bundan tashqari asosiy joylardan biri ya'ni garantiya qog'ozi va qo'llanma ham chiqadi. Tasbeh sotilgandan keyin ko'rishingiz mumkin, bu yerda orqa tarafida QR kod mavjud. QR kodga telefoningizning kamerasini olib kelasizlar va IQB ilovasini ko'chirib olasizlar bu yerda. QR kod skaner qilganingizdan keyin ko'rishingiz mumkin, bu yerda Android uchun ham, iOS uchun ham programmalar bor. Bemalol shu yerdan ko'chirib olishingiz mumkin. Ko'chirganingizdan keyin albatta sizlar registratsiyadan o'tasizlar va xuddi shunaqa oyna ochiladi sizlarda. Bu oynadan keyin sizlar mana shu joyga bosasizlar. Bu yerda qurilmalarni qo'shish bo'limi bor. Qurilmani telefonga ulash uchun bu yerda ko'rishingiz mumkin, tepada plus belgisi turibdi. Plus bosgandan keyin sizlar ikki xil variant bor. Birinchisi skaner orqali, ikkinchisi Bluetooth orqali. Bluetooth orqali tanlashni bosasizlar, bu yerda tasbeh kodi kelib chiqadi. Zikring Jute Light. Tasbeh telefonga ulagandan keyin xuddi shunaqa oyna ochiladi va bu yerda ko'rishingiz mumkin, sizlarda tasbehlarni sanab borish va custom tasbeh degan joy bor. Custom tasbeh bu siz xohlagan zikringizni bemalol bu yerda belgilab aytishingiz mumkin. Misol uchun, alhamdulillah, men 33 marta aytmoqchiman. Boshlaysiz va bu yerda mana play turibdi, start. Bosganingizdan keyin tasbehingiz o'zi shunga moslashib oladi va siz bemalol aynan qo'ygan maqsadingizni aytishni boshlashingiz mumkin. Mana ko'rishingiz mumkin, tasbeh aytilyapti. Bu yerda aynan o'sha alhamdulillah yozig'i hisoblab borilyapti. Bundan tashqari, bu tasbeh yaxshi taraflaridan bittasi sizni doimiy kaloriya va qadamlaringizni o'lchab boradi. Bu yerda ko'rishingiz mumkin, necha qadam yurgansizlar va qaysi kunli yurgansizlar o'sha qadamni hammasini o'lchab boradi. Bu yerda masofa va kaloriyani miqdori. Bundan tashqari, bu yerda screen flip degan joyi bor. Ya'ni siz ekranni o'zingizning qo'lingizga moslab yoki bunaqa machasiga yoki teskari machasiga ishlatishingiz mumkin. Bir xillaga bunaqa etish udobniy bo'lgan bo'lsa, bir xilla tasbehni bunaqasiga ishlatishni afzal ko'rishadi. Bundan tashqari tasbehni yo'qotib qo'ysangiz, xuddi shu joydan topsiz bo'ladi. Misol uchun bossangiz, tasbeh vibratsiya beradi va siz bemalol tasbeh topib olishingiz mumkin. Bu tasbehning eng afzal tarafi mana shu joy bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin, tasbeh reminder degan joy bor. Buni sizga albatta yoqib qo'yishingiz kerak, chunki bu sizga doimiy zikrlarni eslatib boradi. Xo'p, endi bu yerda ko'rishingiz mumkin, nechadan boshlab eslatsin. Menga soat ertalab 9 dan boshlab eslatsin, kechqurun soat 9 gacha. Va bu yerda vaqtlari har 1 minutda eslatsin, har 2 minutda, har 3 minutda. Shunaqa qilib o'zingizning vaqtini ham belgilashingiz bo'ladi. Misol uchun 15 minutda eslatib tursin. Agar buni yoqib qo'ygan bo'lsangiz, tasbeh sizga har doim vibratsiya orqali zikr etishni eslatib turadi. Ana endi eng asosiy narsasi, bu yerda ko'rishingiz mumkin, tasbeh agar kimgadir hadya qilmoqchi bo'lsangiz, albatta mana shu joyga kirib turib, unbind qilib olishingiz kerak. Shunda tasbeh sizlar bemalol kimgadir hadya qilishingiz mumkin. Agar buni qilsangiz, tasbehni u odam ishlata olmaysiz. Ushbu uzukni xarid qilish uchun quyidagi link orqali ro'yxatdan o'ting.